Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizni telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store'dan yuklab oling yoki video ostidagi havola orqali ham o'tishingiz mumkin. Tezda siz uchun yaratilgan dastur. Ko'pchilik jang sotilgan deyapti. Octagon 83 turnirida Saturn va Marsel o'rtasidagi jang haqiqatan ham hayajonli o'tdi. Молодцы! Красавчик! Cho'chchag'i cho'mich! Bunaqa bo'ladi jang. Bu kecha nafaqat tomoshabinlar, balki mutaxassislar ham lol qoldi desak ham ajab emas. Jangning birinchi raundida Marsel jangni o'z foydasiga burgan edi. Qarabsizki, Saturnni bir necha bor og'ir holatlarga solib qo'ydi. Endi qizlar qaramaydi-yu bu turishda. Salgina. O'rindan qochdi-da bashara. Erkakni boshlasin. Ularni boshlasin. Ammo jangning ikkinchi raundida butunlay boshqacha tus oldi. Marsel kutilmaganda kapasini faqatgina tuflab yuborishdan boshqasiga o'tmadi. Bu holat menimcha taslim bo'ldim degandan ko'ra yumshoqroq bo'lsa kerak. G'alaba bilan tabriklayman. Hali bu boshlanishi do'stlar. Nasibsa inshaalloh Alloh qo'llab turganda bandasi sindirolmaydi chiqacan. Hali bu boshlanishi. Mana 2 kishi keldi, mana shu yerga 2 kishi keldi. Yolg'iz lekin harakat qilib, mehnat qilib inshaalloh alhamdulillah yengdik mana bunaqa bo'ladi jang. Davay do'stlar hammaga. Rahmat bizni qo'llab-quvvatlab turganlar. Saturn g'alaba qozongan bo'lsa-da, ko'plab negativ fikrchilar bu jangni sotib olingan deb taxmin qilishmoqda. Hozir o'zimga keldim ozgincha. Ko'pchilik jang sotilgan deyapti. Mana bu qonlar mana shu tomonlardan oqib tushganda burun singan ishlar juda ko'p. Bitta oyoq mana shu tomon bo'ldi. Jigarlar jonchalik pastkashmasman. Jonchalik pastkashmasman, to'g'risi. Men erkakman. Erkakligimcha o'laman xudo xolasa. Bu or nomus hech qachon pulga sotilmaydi. O'zlari uchun bilib qo'ydilar. Men mehnat qilgan yigitman. Chidamliligim juda ko'pchilik biladi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Men onam uchun yengilmayman hech qachon. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va o'z izohingizni albatta kommentariy yozib qoldiring. Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Do'stlar, pul topish oson emas, Mana bu yotishni qaranglar. Oshna, mazangiz bo'lmay yaxshi qoldingmi? Qo'llari, oyoq qaranglar, oyog'i shib ketgan. Shunga teginmi? Shuni boshqa joyga tegindi. Qo'l, burun singan. Qo'ling yaxshi-ya? Shu go'zallik sindirdilar edi. Birov balasini shundoq bura. Endi qizlar Oldin qizga qaramaydi, endi vahshiy ham qaramaydi bizlarda joydari yovvoyi bolalarga qizlar qanday qiz qaraydi oshlar. Do'stlar, uddaladik, asosiysi g'alaba qildik, alhamdulillah. Yonida men boraman, xavotir olmanglar. Men boraman do'stlar, nasib qilsa inshaalloh ertan yo'lga chiqamiz. Tadishgan bosib turinglar. Rahmat, borlaringga shukr, mana shu like bosib. Assalomu alaykum O'zbekiston hamyurtlarimiz. Alhamdulillah, men xudolarning Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Xursandman, juda ham xursandman. Hammasi sizlar uchun. Men endi faqat oldinga harakat qilishda davom etaman. Men oddiy xalqdan chiqqan bir jaydari yigitman. Biz O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'raman. Faqat sizlarni yaxshi ko'raman. Bilasizlar, men nimalar ko'rganimni hammasini sizlarga qo'yib oldim. Xudo xolasa yana yurishda davom etaman. Men O'zbekiston yurtimizda bayrog'ini ko'targanimdan faxrlanaman. Bundan ota-onam xursand. Ota-onam, otajonim, qirolim, onajonim jannatim, baxtimga sog' bo'linglar. Endi bundan keyin faqat mehnat qilib, ko'p gapirmasdan faqat gazim bosishda davom etaman. Meni ba'zi bir yoshligimdagi qilingan sho'xliklarim uchun kechiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zbekiston, olg'a!